Assalomu alaykum. Bizni farmonlar kuzatadigan obunachilar. Bir necha kun oldin mana shu xonadonimizni uyini videosini qo'ydik. U aka-ukaning uyi, bu yoq ukasining uyi, bu akasining uyi. Bu ukasining uyini qilib ketdik. Endi akasining ham uyini shunaqa bir xil holatda qilib, chiroyli qilib davom etkazib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Xolasi o'ta go'zal holatda chiqdi. Havas qilganlar bo'lsa bittadan like bosib qo'yasizlar. Hammaga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Bu xonadonimizni Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'z nihoyasiga yetkazib berdik. Mana shu darvozxonalari bilan, ko'cha tomonlari hamma yo'g'i bilan yetkazib berdik. Shu xonadonimiz mana shu ko'rib turgan darvozxonalar, ko'cha tomonlari ham bor. Ekaga mana shu aylanasi, shapka, pun hamma yo'g'i bilan 21.934.000 so'mga hamma rasxod ichida qilib berdik. Mana shu darvozxonadagi mana shu gullari yu aylanasi, ko'cha tomonda hozir shapkalari ham bor. Mana shu shapkasi ponni ko'rib turganinglardek. Bu shapkasi ham mana shu yerda to'xtagan edi. Mana shu joydan bu yog'i bir xil qilib davom ettirib, tanlovlari bilan qo'yib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Hozirgi kunda 125 mingdan 140 ming so'mgacha qilyapmiz. Hamma rasxod ichida. Xizmatlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa go'zal holatda qilib, chiroyli qilib beramiz.